Vahimali qo'rquv sindromi bilan tashxisi bo'lgan bemorni hayotidan aytib beramiz ozgina. Ibrat uchun, tashxis uchun. Bemorimiz 30-35 yoshlarda. Uni o'zi bilan birga katta bo'lgan ham do'sti, ham qarindoshi bir kuni vafot etib qoladi to'satdan. Bir kun oldin ko'rishganligiga, ko'rishganda uni ahvoli yaxshiligiga, hattoki bir-biriga latifa aytganlarini yodiga tushgan holatda, bu holatdan shokka tushgan bemor ancha vaqtgacha o'ziga kela olmaydi. Oradan 10 kun, 20 kun o'tganlardan keyin eshitadiki, bemorda o'tkir yurak sindromi, ya'ni miokard infarkti kasalligi bo'lgan. Yosh odamda bu kasallikni hozirgi vaqtlarda uchrashi nisbatan tabiiy holatga kelib qolganligini eshitgandan keyin, oradan 2-3 oylar o'tgandan keyin yurak sohasida qandaydir yoqimsiz og'riq, siqilish hissi va tanada ozgina terlash hissi, ya'ni miokard infarkti uchun xos bo'lgan qandaydir mayda belgilarni ko'rsatadi. Zudlik bilan tuman markazdagi shifoxonaga tundasi tez tibbiy yordam mashinasida qabulga borishadi. Tekshiruvlardan o'tib, yurak EKG'si, qon analizlarini tekshirgandan keyin aytishadiki, yo'q, sizda miokard infarkti belgisi yo'q, qo'rqmasangiz bo'ladi deydi. Bemor tinchlangan holatda, hattoki ular tavsiya qilgan dorilarni ham olmasdan uyiga qaytib ketadi. Yana oradan bir hafta o'tar o'tmas, yana xuddi shu shikoyat bezovta qilishni boshlaydi. Endi u kunduz kuni kardiolog shifokoriga boradi. EKG analizi yaxshi chiqqaniga qaramasdan, yuragini echo analizini ham qilishga, ya'ni yurakni UZI qilishni ham talab qiladi. UZI ham qiladi bemor. Kardiolog aytadiki, yurakda ozginagina yengil o'zgarish bor, unga 2-3 tagina dori o'zi yetadi deydi. Va ba'zan bu bezovtagarchilik oshqozonga aloqador bo'lishi mumkin deydi. Chunki bemorda ozgina kekirish, hazm qilishda buzilishga o'xshagan shikoyatlarni ham sezadi bemor. Endi u gastroenterologga boradi. Gastroenterolog uni ezofagds, xalq tilida zond yutishni tavsiya qiladi, undan bosh tortadi. UZI analizlarini qilib, gastroenterolog shifokori ham hazm buzilishi, hazmni yaxshilash, ichak motorikalarni to'g'irlash uchun dori yozib beradi, bitta-ikkita. Ularni ham to'liq, noto'liq qabul qilib, o'rtada ahvoli yana yaxshi bo'ladi, lekin bemor aytadiki, shu zond yutmaganim miyamda aylanaverdi. Baribir 10 kun, 20 kundan keyin yana murojaat qilib, zond yutishga qaror qiladi. Ezofagogastrduodenoskopiya va zond yutgandan keyin oshqozon